Yaponlar Turkistonda xalifalik qurmoqchi ekanligini bilarmidingiz? Keling bugun bu haqida gaplashamiz. Meiji davrida 1900-yillardan keyin Yaponiya shunchalik kuchayib ketdiki, o'zini oltin davrlarini o'tkazdi. Haqiqatan ham eng katta kuchga aylandi Meiji davridan keyin, uning islohotlaridan keyin. Va o'z navbatida uning eng katta dushmanlaridan biri Yaponiya har doim eng katta raqibi bu Xitoy bilan Rossiya ko'rardi va shu sababli u davrda Turkiston Rossiyani qo'l ostida edi va Yaponiya Turkistondan foydalanmoqchi bo'ldi. Qanday qilib deysizmi? U yerga xalifalik qurmoqchi edi. U davrlarda albatta Usmoniylar imperiyasi qulatilangan edi va Yaponiya o'yladiki, Abdulhamidxonning nabirasi Abduqodir afandini Turkistonga xalifa qilishimiz kerak. Xalifa qiladigan bo'lsak, butun musulmonlarni, ya'ni Turkistonda bir xalifalik to'playmiz va butun musulmonlarning kuchini mana shu yerga to'playmiz, mana shu yerda to'playmiz va shu orqali Xitoy bilan Rossiyaga qarshi kurasha olamiz. Ya'ni butun musulmonlarni kuchini, xalifalik kuchini o'zini orqasiga olmoqchi bo'ldi Yaponiya va shu maqsadda Turkistonda Abduqodir afandini mustaqil qilib Usmoniylar davlatini qayta tiklab, aynan Turkistonda davlat qurdirmoqchi edi va Abduqodir afandi ham bunga yo'q demadi va Yaponiyaga keldi. Kelishuvlar ham amalga oshirildi, lekin majbur bo'ldi Xitoy va albatta Rossiya razvedkasi ularni, ya'ni Abduqodir afandini qidirishni boshladi va u Xitoydan qochib Nyu-Yorkka, Amerikaga saqlandi va o'z navbatida aynan Amerikadagi Nyu-Yorkdagi bir mehmonxonada bir kun Abduqodir afandi o'ldirib ketildi. Ko'pchilik albatta u o'z joniga qasd qildi deyishdi, lekin aslida u Xitoy yoki Rossiya tomonidan o'ldirib ketilgandi va bu xalifalik orzusi ham Abduqodir afandi o'lgandan keyin o'z nihoyasiga yetdi.